Bismillahirrahmanirrahim. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhinin Sahih Bukhari namlı kitabındaki dersimizin devamında bugün iman hakkındaki kitaptaki iman işleri degan bir babda to'xtalmoqchi. Yani bu imanға münasebetlik işler, yak iman dairesi kirdigan işler degan babni qo'yibdi. Bu babni kuchlantirish uchun bu adam oyatdan va hadisdan dalil olibdi. Birinchi hamda oyat bilan tanishib chiqaylik. Allah Taala Sur Baqarning 177 oyatida shunday deydi. Yaxshilik faqat sizlarning yuzinglarni mashriq tarafga yoki mag'rib tarafga qaratganliginglar emas, balki yaxshilik buningdan ko'pdir. Ya'ni Alloh iman etgan, oxiratga iman etgan, farishtalarga ishongan, samoviy kitoblarga ishongan, payg'ambarlarga ishongan kishilar bu bir yaxshilikning bir turi. Uningdan boshqa mol dunyoni shunchalik yaxshi ko'rgan ahvol ostida yana şu qalbidan halqib turib kambag'allarga, ya'ni yaqin tuqqanlarga, yetim miskinlarga, musofirlarga, muhtojlarga qul ozod qilish yoki asir ozod qilishdek ishlar ishlatganlar. Bu yaxshilikning bir turlari. Undan boshqa namozni ado qilib barpo qilganlar, zakotni o'z vaqtida ado qilganlar, va'da qilishgan vaqtida va'dalarga vafo qilganlar. Bu shularmi yaxshi kishilar? Bu bir yaxshilikning qatoridan. Kesel vaqtlarda yoki kambag'al vaqtlarda va yoki turli musibatlarda yoki urush holatlarida sabr qilganlar. Mushu yuqoridagi sifatlarga loyiq kishilar yoki mushu sifatlar bilan sifatlangan odamlar, ular imonida haqiqiy samimiy rostchil odamlardir. Bular imonni qalbida, so'zida, amaliyatida haqiqiy ro'yobga chiqargan kishilardir. Mushu kishilar, mushu sifatli kishilar haqiqiy taqvodorlardir deb shunaqdir. Undan boshqa Sur Mu'minninki 1-oyatida masalan mu'minlar haqiqatan nijot topdi deb bu oyatdimi masalan 10 oyat taxminan bundan yuqoridagi sifatlar bayon qilingan. Endi bu oyatlar hamda Qur'on Karimdagi eng buyuk oyatlardir. Nimishqa deganda bu ham imonni, ham ibodatni, yaxshi amallarni hammasini o'ziga mujassam qilgan, jo'g'ilgan bir oyatlar. Chunki bu oyatninki nozil bo'lish sababi ayni vaqtida qibla o'zgargan vaqtida Yahudilar, xristianlar shu oraliqda so'z cho'chak topgan. Bu so'z cho'chaklar bir qism musulmonlarning qalbiga ig'ir kelgan. Endi bu oyat orqali hamda Alloh subhanahu va taolo yaxshilik degan faqat bir tarafga qarab namoz o'qishli emas, ya'ni dinning bir qismini tutilish yaxshilik emas. Yaxshilik degan mandaq shaklda mav turlarda bo'ladi deb yaxshilikningki butun umum turlarini, prinsiplarini Alloh subhanahu va taolo bu orqali bayon qilib turibdi. Hem bu orqali, bu oyatlar orqali Allah subhanahu wa taala Allah bilan insonning orasini, inson bilan insonning orasini, ya'ni jamiyatdagi munosabatlarni o'zgacha misollar orqali bu yerda sifatlab bu yaxshilikningki hamma jihatga teng chetildiganligini bayon qilib turibdi. Ham Muhammed ibn İsmail Bukhari rahmetullohi alayh bu oyatdagi turli yaxshilik misollarini dalil qilish orqali mushning hammasi iymon doirasiga kiradigan yaxshiliklar deb bu hukmni bizga yana bildiryapti. Demak Alloh subhanahu va taolo Qur'on Karimda o'zi sanab chiqqan har qanday yaxshilik iymon doirasiga kirdi. Endi oyatdan dalil kelib bo'lgandan so'ng Muhammad ibn İsmail el-Bukhari rahmetullohi alayh hadisdan dalil kelmoqchi bo'ladi. Nimaga? Yani turli yaxshi amallarmi iymon qatorida sanaladi. Yani demak bu odamning ko'z nazarida, e'tiqodida amal iymon demakdir degan tushunchani, e'tiqodni bizga so'ndirmoqchi bundan. 9-hadisda Muhammad ibn İsmail el-Bukhari rahmetullohi alayh shunday deydi. Bizga Abdullah ibn Muhammad el-Ju'fi degan kishi hadis so'zlab bergan edi deydi. Undaqda bu kishi kim o? Bu adam Abu Ja'far Abdullah ibn Muhammad el-Musnadi nomi bilan mashhur. Hijriyaning 229-yili Buxoroda o'lib ketgan. O'zi nayt katta shu davrdagi ulamolardan, eng muhaddislardan. Bu odam Iroq, masalan Hijozga Makka, Madina, mushta yerlarga borgan. Bu odamni o'zi shu sahobalarningki tarjimaligiga ko'ra bir hadis kitob to'plab chiqqan. Mavra an-Nahrda, ya'ni Turkistonda, Buyuk Turkistonda.
Şunun için bu adamni musnadi deb bu nisbat bilan atalgan. Bu adam öz zamanısınınki bütün ulamalarning ittifoqi bilan Mavara an-Nahr degan Turkiston elida bütün hadis olimlariniki imomi sanalgan ekan. Şuna İmam Buxoriy rahmetullahi alayh Turkiston zaminida Buxoroda mush odamniki qo'lida o'qigan. Bu adam o'zining yoshlik davrlarida bütün islom dunyosini asosan aylanib chiqqan, o'zi nayt rostchil, odil, nayt ishonchli odam deb sifatlangan bu adam. Hatta İbn Hibban rahmetullahi alayh nayt bek puxta ishonchli odam deb sifatlagan ekan. Bu adam bir qism hadis ulamolardan hadis anglagan. Bu adamdınmı köplagan hadis olimlari shu davrniki hadis anglagan. Jumladan İmam Buxoriy mesela o'zining shogirdi. Abu Zur'atur Raziymi o'zining shogirdlari bo'ldi. Endi bu kishi deydi o Jofi, bizga Abu Amir al-Aqadi degan zot hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu zot bo'lsa hamda ayni davrdagi muhaddis ulamolardan o'zi Iroqniki Basra shahrida yashagan. Bu adamniki mesela shogirdlardan Saqib ibn Rahaviy, Ahmad ibn Hanbal qatorliqlar. Bular İmam Buxoriyga yani ustoz qildigan kishilar. Bu adamgimi ulamolar nayt ishonchlik omonatdor deb sifatlamagan. Bo'lapmi İmam Nasai rahmetullahi alayh. Ayni davrdagi ham shu ulamolarning basirliklar ichida nayt hafiz deb sanalgan ekan. Hafizni biz necha qatim dedik. Yani takrorlaylikki hadis ilmida ma'lum bir o'lchamga yetgan, ko'p hadislarni yodlagan bir kishi. Bu hadis ilmidagi bir atalganda. Bu kishi Hijriyaning 204-yili o'lib ketgan ekan. Aqadi degan bu zot dedi bizga Sulaymon ibn Bilal degan zot hadis so'zlab bergan edi dedi. Bu kishimi hamda ayni davrdagi muhaddislardan. O'zi shu davrda muftiylik maqomini erishgan. Bu kishi Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu'niki oilasi bilan munosabatli ozatkor desa debdi. Ulamolar bu odamga baho berganda Ahmad ibn Hanbal ishonchli kerak yo'q odam degan bo'lsa, Yahya ibn Ma'in menga daraverdi degan zotdan bu odam bekrak suyimlik degan. Bu zot hamda Madinada shu muftiy bo'lib, shu Madinadagi iqtisod ishlariga mas'ul bo'lgan zatken aynı vaqtida o'zini ishonchli ko'p hadislarni rivoyat qilgan buyuk allomalardan. Bu adam Hijriyaning 172-yili Madina Munavvarda vafot bo'lgan. Sulaymon ibn Bilal, Abdullah ibn Dinar degan zotdan so'zlayotdi bu hadisni. Endi Abdullah ibn Dinarmi o'z davridagi muhaddis, hujjat bo'lgan odamlar, islomga hujjat bo'lgan odamlar. Bu ayni davrdagi tabiinlarning buyuklaridan, faqihlardan. Bu kishimi hadis rivoyat qilgan raviylardan 136 yoki 127 hijriyaniki mush vaqtlari musharliqda o'lib ketgan deyilibdi. Bu odammi hamda Abdullah ibn Umardan, Anas ibn Malikdan qatorliq shu sahobalardan hadis rivoyat qilgan. Undan boshqa shu o'z davridagi tabiin olimlardan hadis rivoyat qilgan bu odam. Abdullah ibn Dinar bo'lsa Abu Salihdan hadis rivoyat qilgan bo'lib, Abu Salih degan kishiningki ismi Abu Salih as-Siman ismi bilan mashhur bo'lib, Zakwan ibn Abdullah deb ismi bu nisbatni berilgan. Bu kishi Payg'ambarimizning ayollaridan Ummul Mu'minin Juvayriya radhiyallohu anhaning azatkorisi, xizmatkori ekan. Madinadagi shu ayni davrdagi o'z zamonasidagi katta ulamolardan, ko'p hadislarni rivoyat qilgan muhaddislardan. Bu zot Umar ibn Xattobning zamonasida tug'ilib, Hijriyaning 101-yili o'lib ketgan. Ulamolar bu odamga baho berib, nayt yaxshi ishonchli odam degan sifatlarni bergan. Imom Ahmad bo'lsa, ishonchli kishilarning ichida eng hurmatli, eng ulug', eng ishonchli odam deb nayt ta'kidlab bu sifatni bergan. Bu odam o'zi tijoratchi ekan, shu Kupaga, Iroqqa ayni vaqtida shu may degandek may opirib, suv may bo'lsa kerak, shu maylarni opirib setib qiladi ekan. Abu Salih bo'lsa Abu Hurayra radhiyallohu anhudan hadis rivoyat qildi. Abu Hurayra kim degan vaqtida Payg'ambarimizningki buyuk alloma sahobalaridan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning hadisini eng ko'p yodlagan, eng yetkazgan odam. İsmi Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dusi deymiz. Bu odam Hijriya 59-yil o'lib ketgan. Ya'ni Muaviyaning oxirgi davrlarida. O'zi sahobiy, muhaddis, ham faqih, hafiz sifatlari bor.
Bu adam Hicriyanın 7. yıl Müslüman bolgan. Ahirki mezgilde de mesela Hayber gazıtı vaqtida. Müslüman bolgan 2 yıllar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ninki qışıdan huzurdan qat'i ayrılmagan. Hatta sahabalarda münayetli köp hadislarni rivoyat qilib kelgan. Özü bu adam şu Dost şehrinden, şu Yemen'e yakın yerden. Keyin şu Resulullah'nınki sözlerini ve şirketlerini anlagandan keyin hicret qilib Hicriyanın 7. yılı. 28 yaş. Özünki kabilesi, Dost kabilesinden bir neçe adam bilan birga kelgan Medine'ge. Şu yer kirip endi bu adam şey makallaşkan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin huzurida xizmat qilish uchun şu Mescid-i Nebiy'ninki oq tarafida suppa deydigan bir o'rin bor, bir supa. Şu supada asos şu Abu Hurayra mishadi ko'p tug'an. Bulapmi supa ahlining ichida eng ko'zi ko'rinarli kishi. Bu supa ahli kim deganda bularning uyi yo'q. Bola chaqalari yo'q. Turadigan yeri yo'q odamlar. Masjidning ichidagi oxirgi bir supada yetib qopidi. Masjidning xizmatini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ninki xizmatlarini qiladi. Urush bo'lsa, jihad bo'lsa, bu yerda tang qatnashadimda. Hem sahabeler bu kişiye nait yaxşı baha verip Ebu Hureyre hakkında Ebu Said el-Hudri bu bir ilimden ibaret çoğun bir kazan diye sübetligen olsa Abdullah ibn Ömer Peygamberimizden nait devamlı ayrılmaydıgan bizi qaragan hadis nait köp buladigan adam deb sübetligen. Bu büyükniki rivayet qilgan hadisi 5374 tane. Bütün sahabeler qaragan vaqtida hadisi en köp. Çünkü bu adamniki şu ustazları yaman köp. Mesela Peygamberimiz Ebu Bakır Siddiq, Ubey ibn Ka'b, Ömer ibn Hattab, Usame ibn Zeyd, Ayşe, Fazl ibn Abbas, Qatarlıq, Ka'b ibn Ahbar. Bu şuların hemisi ustazları oldu. Bu adamın şagirdlerimi sanap boğulsuz köp. Mesela küçük sahabelerimizin şagirdleri, nurgun tabi'illah bu adamniki şagirdleri. Hem bu zat Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan hadis rivayet kılıp bundaktaydı. Peygamber aleyhissalatu vesselam şundak degen ki iman 60 netçi şahçıdır. Haya şu imanның içindeki bir şahçıdır degen. Yani bir tarmaktır, bir bölümdür dep sübetligen. Başka bazı bir kısım rivayetlerde 77 tarmaktır dep mundak mı kelgen. Şu an müşahidisindeki ruhi asasen bir kısım ulemalar 60 net şahça yak 70 net şahça degan netisin ro'yig'ini asoslanib turib bütün amellarni sanab chiqqanda amellerniki bunda tur tartibi bo'yicha masalan qalb amellari, til amellari, badan amellari degan o'xshash. Qalb amellari nimani o'z ichiga oldi bo'lsak, masalan e'tiqod, niyat qatorliq ishlar. Masalan Allah işiniş, peygamberler işiniş, kitap işiniş, takdir işiniş, ahiret günüge, kabrige, cennetge, hesapga, mizan, cennet, pilsirat, Allah'ın yaxşı görüş, peygamberimiz yaxşı görüş, hürmetleş, mesela ihlas, mesela riyakorluğun taşlaş, münafıklıkın taşlaş, ikiyüzlülüğün taşlaş, tövbe qilish, tövbe mi kalbi amellerin qatarıdan. Mesela Xudoga bo'lgan umid, shukr, vafo, sabr, taqdirdan voysimaslik, mesela tevekkül, rahmet, kamtarlik, cho'nglarni hurmatlash, kichiklarni izzatlash, kibrdan o'zini yiroq qilish, mag'rurlanishdan o'zini yiroq tutish, hasad qilmaslik, boshqalarni uch ko'rmaslik, behuda, o'rinsiz ochiqlanmaslik qatorliq. Bunun hammasi qalb amalları. Bunu bir kısım ulemalar mesela İbn Hibban o'xshash ulemalar sanab chiqibdi. Hamda Peygamberimiz bunu aniq demagan bo'lsa-mu, lekin mush amallar, mush 60 necha shaxchining doirasiga kiradigan doiradagi amallar bu. Bir kısım tilga munosabatli amallar var. Mesela Qur'on o'qish, ilm o'rganish, duo, zikr, istig'for, yalgan sözlerden, yaman işlerden mesela o'rinsiz sözlerden tilni yig'ish qatorliq. Mana bu ishlarni til doirasidagi ibadetler. Ondaqda muşulumu bir imanning doirasiga kiryapti-da mush amallar. Onundan başqa mesela odamniki mush badan a'zolari bejiradigan amallar bor-da. Buni 38 amal deb qarabdi ulamalar. Mesela taharet, nicasetten paklanish, avratni yepish, farz namozni nafl namozdan o'qish, zakat berish, qul azat qilish, saxilik, boshqalarga mehmonni hurmatlash, masalan, boshqalarga taom berish, yemak berish, ro'za tutish, haj qilish, umr qilish, tavof qilish, e'tikof qilish,
qadr kechishni izlash, masalanchi, o'zing dinini, e'tiqodini saqlab qolish uchun emin yerlarga qichish deganga o'xshash. O'zing va'dasiga vafo qilish, Xudoga bergan va'dasiga vafo qilish. Onundan başqa bir qism kaparatlar var. Masalan, qasamning kaparati deymiz. Shunga o'xshash kaparatlarni vaqtida ado qilish yoki haj vaqtida bir qism fidyalar var, uni ado qilish, masalanchi. Bolalarni yaxshi tarbiyalash, urug' tuqqanlarga g'amxo'rlik qilish, sil-rahim qilish, masalan, ota-onani qaqshatmaslik, oila majburiyatini o'tash, masalan, bolalarni yaxshi beqish, to'y qilish orqali masalan o'zining iffatini saqlash, masalan, kishilar orasini tuzab qo'yish, o'ngshab qo'yish, yaxshilikqa yordam berish, amr ma'ruf burish, undan boshqa jihodiy harakatlar, omonatni ado qilish, masalanchi, qarzni vaqtida ado qilish yoki qarzni ado qilish, qo'shnilarni hurmatlash, boshqalarga yaxshi muomala qilish, halaldan pul tepish uchun terishish, halaldan pul tepish, mol dunyolarni yaxshi o'rinli yerga ishlatish, masalan, isrof qilmaslik, salom berish, salomga javob qaytarish, boshqalarga ziyon zahmat yetkazmaslik, yo'ldan ziyonli narsalarni elitish, kishilarga masalan yaqinlik muomalalarni qilish, undan boshqa masalan bir odam tushib yurgan bo'lsa, alhamdulillah degan bo'lsa, yarhamukullah deyish qatorliq, mana mushu umuman mush amallarniki hammasi mushu iymon doirasiga kiradigan mush 60 necha va yoki 70 necha shaxchiniki qatoriga kirdi debdi ulamolar. Undaqda Imom Buxoriy rahmatullohi alayh yuqoridagi oyat bilan bu hadisni akilish orqali bizga yana o'zinki eng muqaddas e'tiqodi, ya'ni ahli sunna va jamoaning e'tiqodi bo'lgan iymon so'zdir va amaldir degan fikrni, e'tiqodni bizga yana beryapti. Ve sallallahu ala nebiyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.